Adolat sotsial-demokratik partiyasi hamda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamkorligida korrupsiya va komplians nazorat mavzusida o'quv seminari o'tkazildi. Mavzuni hamkasbimiz davom ettiradi. Seminarda partiya va agentlik vakillari soha mutaxassislari tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashishda komplians nazorat tizimining ahamiyati, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik uchun samarador mexanizmlar hamda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish masalalari bo'yicha atroflicha ma'lumotlar berdi. Joriy yilning 5-mart kunidagi korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengashining yig'ilishida davlat rahbari tomonidan korrupsiyaga qarshi kurash bu barchaning vazifasi ekanligi va bunda barcha birgalashib harakat qilish lozimligi ta'kidlangan edi. Shu borada korrupsiyaga qarshi kurash agentligi davlat tashkilotlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilish barobarida nodavlat notijorat tashkilotlari bilan hamkorlikka ham alohida e'tibor bermoqda. Shu qatorida O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi bilan hamkorlik memorandumi imzolandi. Bu o'quv seminarida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari, unda nodavlat notijorat tashkilotlarining ishtiroki, xususan fuqarolar korrupsiyaga qarshi kurashda qanday kurasha olishi haqida bilim va ko'nikmalar berilmoqda. Shuningdek, muhokamalarda korrupsiyaga qarshi kurashishda me'yoriy huquqiy hujjatlarni xalqaro tajriba asosida yanada takomillashtirish, davlat idoralari, partiyalar va keng jamoatchilik o'rtasida hamkorlik mexanizmini kengaytirish, aholi o'rtasida huquqiy madaniyatni oshirish, har bir jabhada ochiqlikni ta'minlash orqali korrupsion holatlarni oldindan aniqlash va unga chek qo'yish yuzasidan amaliy taklif-tavsiyalar bildirildi. Adolat sotsial-demokratik partiyasi aprel oyida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha oylik deb e'lon qilindi. Bu oyda bizlar hozir o'zimizning siyosiy partiyaning faollari hamda oliy majlis deputatlari, senatorlarimiz, mahalliy kengash deputatlari joylarga chiqib faollar bilan birgalikda ziyolilar bilan, olimlar bilan borib aholining bu sohadagi huquqiy ongini oshirishga katta ishlar olib borishi hozir ko'rsatilib o'tildi. Seminar davomida bu yo'nalishda partiya va agentlikning hamkorlikdagi vazifalari belgilab olindi.